من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلفوا من أحكام العتق في مسألة مشهورة تتعلق بالسماع. السماع dediğimiz şu ayet-i İslam'dır. Ayet-i İslam'a münasebetlik meşhur meselelerden biri de ihtilaf kaldı. وذلك أن الفقهاء اختلفوا في من أعتق عبيدا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم. Kesel çağda kulunu azat kılıp ki ölük ettiler. Miras kaldığımı de. Muşa ahvalda kılda bir taraf kılmaz diyen meselede Allah ihtilaf düşüp kaldı. فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعة إذا أعتق في مرضه ولا مال له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء. Yani şu kişi kesel çağda, yani ölüm kesilde azat kıldım dedi. Keyin ayıldılar, ölüp ketip kaldı. Bunun başka mal mülkü yok bu adamın. Bunda ahvalda azat kılınan kullarını üç türge bölümüz deydi. وَعَتَقَ مِنْهُمْ جُزْءٌ بِالْقُرْعَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ. Yani ularının bir kısmı, üç kısmını bölsek bir kısmı azat olarak verildi. Aşk kişi ölüp ketkenden keyin. وَكَذَلْكَ الْحُكْمُ فِي الْوَصِيَّةِ بِعَتْقِهِمْ. Mesela altı kulu olup kalsa, altı kulunu azat kılıp tutulan kesel çağda. Ölüp ketken bolsa, ularda ikisini azat kılımız, törte yani kulu altına kaldı. Vesiyet kutluğun bozma, özü ayet çağda azat kılmay, ben ölüp ketip kalsam, üçün azat kılıp ballarına dep koygan ahvaldı mı, uların ikisini azat kılıp vesiyetini icra kılıyoruz, törte kap kaldı demekçi. وقال فأشهبوا وأصبغوا مالكا في العتق المبتل في المرض. İmam Malik'in şagirdlerinden eşhebla asbağ şikaylen İmam Malik'in karşının başçıra karıştı oldu. Kimlerdense fil atqul mubtal fil marad. Kesel çağda kesip azat kılarken kulları mubtal diyen kesip üzüp diyen. Ve tebattal ileyhi tebtila. Yani inqata' lahu bil ibade diyen. El-betul, Meryem el-betul demiş. Kesilgen, üzülgen diyen mubtal. Kesel vaxtida kesip azat kılıvetken kul hakkında şagirdler ihtilaflaşıp kaldı. Faqala jami'an innamal qur'atu fil vasiyya. Bu iki şagirde vasiyet qilgan ahvolda cheklashlaymiz, lekin kesip azat deyilib qolsa, mana va amma hukmul atqul mubtal fa huwa ka hukmul mudabbar. Sen azat diyorsa kesip azat qiladi, keskin. Lekin menden keyin qalsam azat yoki men o'lib ketib qolsam maqulni azat qiladilar vasiyat qilgan bo'lsa bu qat'a masala. ولا خلاف في مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث. İmam Malik'in mezhebinde yukarı meselede ihtilaf olan bozma, ma meselede ihtilaf yok dedi. Mesela bir neçe kulu olan olsa, menden kim qasamlar, hem azat derdi. Lekin ölüp ketgenden keyin qaraymiz, bu kişinin mal mülkü yok. Dağılırken azat diyen lazım. Altı kulu olsa, altına hem azat kılırtmay, ikini azat kılıp, tötünü kulu altına koymayız böyle. Gide dağanımız sılık diyen, bütün iktisanın üçten biri dairesi bulup kalsa, hemimiz azat olup da. Üçten bir dairesi aşkının kıymeti yetmeyen iken, üçten birden eşip geçse aşkının kıymeti, hem kulunun kıymeti. Onda olan iken, her bir kuldan üçten bir kısmı azat buldu. Biz altı kuluna mesela, ikisi azat ise kullanmışsın, üçten bir azat buldu. Ya bunu ikinin tallaşka, ikinin tallak türlü koyup başka sebep yok. Bunun için bu tevhid kullanıldı, bu ikisi azat buldu. Nimek asası ayırdı, öyle olmaydı. Hem mesela hakkı varmış azat ulaşımda yani ki hem böyle ikinin azat tutardık kendimiz. 30%'de mesela azat tutardık. Bu Maliki mezhebine gel. Ve kâle Ebu Hanife ve ashabuhu fil itqil mubtal. Yani kesip azat kılıvetken ahvalda, kesel çağda
İmam Ebu Hanifa'nın bunun şagirdleri dedi, "İza daqa anhu thuluth" 3'ten 1'den eşip ketib qalsa bu qullar, aş kişinin iqtisodinin 3'ten 1'den eşip ketgan bo'lsa, annahu ya'taqu min kulli wahidin minhu thuluthuhu. Her bir qulning 3'ten 1'i azat bo'ldi dedi. Wa qala al-ghayr bal ya'taqu min al-jami'i thuluthuhu. Başqalar debdi, jumhur belki bunu. Aş qullarning 3'ten 1'i azat bo'ldi. Her bir qulning 3'ten 1'i emas. Aş qullarning hammasining 3'ten 1'i azat bo'ldi. 6 qul bo'lsa 2 qulni azat qilamiz demekçi. فَقَوْمٌ مِنْ هَؤُلَاءِ اِعْتَبَرُوا فِي ثُلُثِ الْجَمِيعِ الْقِيمَةِ. Demek şu alimlerin bir kısmı bütün kulunun kıymetinin 3'ten 1'ini hesap kıldı deydi. Bunlar olsa İmam Malik ile Şafii iken. وَقَوْمٌ اِعْتَبَرُوا الْعَدَدِ. Bazılar sanını hesap kıldı. 6 olsa 3'ten 1 desek 2 kul azat oldudur. Yani kıymetin diğerli çoğu mesela 2 kulunun kıymeti 4 kulunun kıymetinin işkisi mümkün bazı. Ama kıymetini bağlap 3'ten 1'ini lam azat oldu değmez deydi. 3'ten 1'ge böyle bir kul oluşu mümkün. İktisadın 3'ten 1'ge. Ya 4 kul oluşu mümkün. Pulunu hesaplap mesela 6 kul desek bu 6 kulununki birisinin kıymeti 5 kulununki teng oluşu mümkün. Davamkin kıymet hesabısa 6 kulun oluşuki 3'ten 1 kıymetini azat oldu deymiz. Belki 3'ten 1'ge 3 kul oluşu mümkün, 4 kul teng kirişi mümkün ya birisi teng kirişi mümkün. Demek hazır bunların oturduğu jinsiy farqi kıymetini 3'ten 1'ini hesaplaymiz degan bir qarash, ya sanının 3'ten 1'ini hesaplaymiz degan bir qarash. Azroq farqi bor ekan shaxsan. فعند مالك إذا كانوا 6 أعبد مثلا İmam Malik'in nazarında 6 kulunu koyup ketken bolsa bu kişi mesela ataqa minhum thuluth 3'ten 1'i azat olup ketdi bil qiyma kıymeti boyunca 3'ten 1'i deymiz. Kana al-hasilu fi zalika ithnayn minhum aw aqall aw akthar. Davamki kıymeti eğer tam beraber kıymetki 6 kul olup qalsa 2 kul oldu. Ondan kıymeti azanları bağlı qalsa bu 3'ten 1'i 3 kul oluşu mümkün, 4 kul oluşu mümkün ya 1 kul oluşu mümkün. Sani özgürlük getirdi. Ve zalika aydan bil Kur'an. Ba'dan yujbaru alal qismati athlatan. Ondan keyin buni 3 ulushga ayirgandan keyin biz ham 3 ulushning qaysi ulushini azat bo'ldi deymiz. 3'ten 1'ge birisiga 1 qul tegdi, birisiga 3 qul tegdi, birisiga 2 qul tegdi masalan. Bunda holda qaysi guruhnikini azat qilamiz desa chek tashlaymiz deydi. وذلك أيضا بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلاثة وقال قوم بل المعتبر العدد باش قراشكلا يقسم بويتشا تقسم قلماز ألتنا وشتن بري شكلنا طلاب أزاد قلماز بويتشا فإن كانوا 6 عتق منهم 2 وإن كانوا مثلا 7 عتق منهم 2 وثلث يتلم رقاسا شكيلا وبريدا وشتن بري أزاد قلماز فعمدة أهل الحجاز إمام مالك لن شافعي demek أهل الحجاز ما رواه أهل البصرة عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم أثلاثا ثم أقرأ بينهم فأعتق 2 وأرق 4 خرجه البخاري ومسلم مسندا وأرسله مالك. Bu hadis sizden aldığımızdan çıkışladım ötüde. Seyyen'de rivayet kılındı dedi, Seyyen Müslim'de var. İmam Malik Muvatta'da Mursal rivayet kılındı. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 kulunun arasını çek taşlap, 2 azat kılvetti dedi. وعمدة الحنفية ما جرت به عادة من رد الآثار التي تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر. Anda Hanefi mezhep muş meselede adeti boyunca keskin şeylik yollar arqılıb isbatlanğan usul qaida bir hadisizlik yapılan ahvalda biz hadislanmay usul qaidege yepişmez dediğin bir qaidasi batı buldu. Şu qaida boyunca iş tutup bu hadisni ammıda deydi. Nimaga asosan ammada va umdatum annahu qad awjaba as-sayyidu likulli wahidin minhum al-'itqa tamman. Bular dalili
Bu xo'jayin hammalarni azod qildi. Hammalar azod qilinishdan o'xshash, farqi yo'q. Hammalar to'liq azod qilingan xo'jayin tarafdan. Falau kana lahu malun la nafada bi ijma' dedi. Nafada muslimdir nafada. Nafada. Agar uning boshqa mol-mulki bo'lib qolsa, 6 qulning boshqa mol-mulki bo'lib, iqtisod ba'da bo'lib qolsa, 6 qulning hammasi azod bo'lib ketdi. Buni ittifoqda hammalar. فإذا لم يكن له مال الملك بمشو وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز فعل السيد فيه. لكن خجاين ملك بمالكين أش خجاين azod qildim degan ash ishning 3dan 1 miqdorda hisob qilinmaydi. Har bir kishiga qarata 3dan 1 azod bo'lgan bo'ldi demoqchi. وهذا الأصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضوع. عندنا عندما مذهبنا أشوفنا أصول قاعدة حديث كبقاسة حديثنا أما أصول قاعدة أولدور يمر قاعدة سبات تدرك. لكن مش مسألة هذا عندما مذهب أصول قاعدة ديجان أش قاعدة سه بيادم عندنا برئينة أمارسة. عند أصول قاعدة كتكلم ميدان وذلك أنه يمكن أن يقال له إنه إذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخل الضرر على الورثة. أصول قاعدة كتكلم ميدان مشانسة her birinin 3'ten 1'ni azat kılıvekken takdirde mirasxo'rlar ziyan musrab ketish ehtimoli var dedi. والعبيد المعتقين hatta azat qilingan qullarni ziyan musrab keladi. 3'ten 1 azat oldu, kalan 70% azat emas, bunda eksik qoladi. وقد ألزم الشرع مبعد العتق أن يتم عليه. Şeriatta bir qulning yerimini azat qilib o'tgan kishi bo'lib qolsa, yerimini azat qilib o'tgan kishini siz to'liq azat qilib o'tayam deb shuni majburlaydi deydi. Falamma lam yumkin ha huna an yutammima alayhi, endi bu yerda puli bo'lmagan ekan, uni azat qilib digili bo'lmaydi. Undan keyin jum'a fi ashxosin bi a'yani. Undan keyin har bir shaxsga 3dan 1ni yig'ib uchaylardan keyin bir shaxsni jamlaymiz deydi. لكن متى اعتبرت القيمة في ذلك دون العدد أفضل إلى هذا الأصل. Lekin biz sanni hisoblamay qimmati bo'yicha hisoblasak, yana mushu qoidaga olib qo'ydi dedi. Bu qoida tabi'idul atq. Yana la qimmat hisoblasak cho'qim o ikkalanda, birlanda butun shu 3dan 1 qimmat bo'lmasi mumkin. 2,5, 3 chorak, 4,5 degandek bo'lib qoldi. Undan keyin yana la bu kallı saqaymaydi. Şunu biz şu edem bo'yicha bilib olsak shu yaxshi. Falida kana al-awla an yu'tabar al-adad wa huwa zahir al-hadis. Noni san bo'yicha 3dan 1ni qilsak, 6 elan bo'lib qolsa, chiqqan. Endi mas san bo'yicha deganga yana bir kashil chiqdi. Masalan, bu 7 elan bo'lib qolsa, 7 elanni ishga bo'lsa, shuqum bir parcha chiqdi. Ya 8 bo'lsin. Bu chaqda yana ishkal bor. Lekin hadisning zahiridan Rasulullohning da chektashatlan chikaylanga nima bu xil jalliq ko'rindi. Bu tarafda jumhurning dalili jalliq. وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو حق لله فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيانهم أصله حق الناس. Yani başka kişilerin hakkı bulup qasımı hemmene şunda cemlep ada kıldığan iş vardır der. Mesela müşerike el-makis aleyhi hakkun nas. Kişilerin hakkıya kıyaslıysak her bir kişinin azat kılıngan parçası 30% desek bu Allah Teala razı kuşun aşında icra qilish vacip olup ketken bir haqqdir dedi. Bunda olganken bunu biz muayyan bir shaxslarga jamlaymiz dedi. Asluhu haqqun nas. Hozircha maqis alayhina nima demoqchi? Balki bir necha kishida Alloh taolaning haqqi isbotlangan bo'lsa, biz shuni jamlab bilan bir taraf qilamiz demoqchi o'sha. Ana bilaman islan shu qoidasi bormi? Yo'q, ana bilaning esilgan usul qoidasi har bir qulni to'liq azod qilganda xo'jayin. Navakin bu o'zining 30%dan chechilgan taqdirda 30% nima uchun boshqalarga biz yurishtirib o'tamiz? Uningdan elab, uni mahrum qilib, boshqalarning uchun yetkazamiz uni.
واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون. Endi qulninki mol mulki ba'da faraz qilsa. Asli qulning mol mulki bo'lmaydi. Qul va qulning qo'lidagi mol mulkimiz xo'jayinning bo'ldi. Lekin ba'zida xo'jayin ma qulni ishlatibsan tijorat qil. Ya do'kon ochmoqchi ovqat qil yoki ma mashinani sanayda ya ma soatni taqdim deb bir narsa berish mumkin. Bag'adagi bu qulning mol mulki bo'ldi. Mol mulki ba'da faraz qilgandan keyin bir qulni azod qilyapmiz. Azod qilarkan buning mol mulki kimga tava bo'ldi? Faqala toifatun al-malu lis-sayyid. Ba'zi olimlar shu xo'jayinning taqoludi bu mol dedi. Va qalat toifatun maluhu tab'an lahu. Va azod olgandan keyin o'zining milni bilan ilib ketdi. O'zining mulki bo'lib ketdi debdi. وبالأول قال ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق. وبالثاني قال ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة. قال الله بنضع شكية بالنكتة. والحجة لهم حجة لهم لجنازة شكيني قرأت كلنا أشكل أزا أبكتدون مالكنا ديان قرأت. ابن عمر رضي الله عنه حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا فماله له. Kimki bir qulni azod qilsa, u qulninki ilkidagi mol mulki o'zining bo'ldi ashquldan. İlla an yashtarita sayyidu malahu. Faqat lamanda men sizni azod qilyapman, lekin qulondagi mol mulk kimizman qoldi. Sen va qulondagi mol mulkmi mening ketdi. Lekin men seni azod qilyapman Alloh razı uchun. Lekin mol mulkini qo'yib ketsa, deb qolgan bo'lsa, xo'jayini qiladi, bo'lmasa ashqul ketdi degan mush hadisga tayanadi dedi. Bu Imom Ahmad va Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadis. İlgirkisining dalilini bayon qilmadi. Lekin ilgirkisining dalili bular Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan mush hadisga tayanadi. Ayyuma rajulin أعتق عبده فلم يخبره بماله فماله لسيده diye müşrivayet. Muhakkak aş yuğurlarını beyan başlığı İbn-i Küçük boğaçka uğurlar karıştırıldığını dalilini beyan kılmayla tepki etken olsun. Ama seyir. Lekin İbn Mas'ud'un ki belki seyir bulması mümkün. Seninki depti mi? Bizim anda kullarının ahkamlarını tezsiz okup etmemiz. وأما ألفاظ العتق عند أزاد قلدغان إبارة مثلا biz talaq nikah işlerde ma sözlen talaq oldu nikah oldu dedik ko ana şu azad qildimsini sen hurulab ketding deydigan mush iboralar kelsak fa inna minha sarihatun wa minha kinaya inda akthar fuqaha al-amsar amma al-alfaz as-sarihatu fa an yaqula anta hurrun sen azad hur أو أنت عتيق سن أزد كتان دبقاسا ما تصرف من هذه مش سزلادن اشتقاق قلب الناس حررتك مثلا أنت حرون تحررت مثلا أعتقت أعتقتك ديندك وما اشتق من ذلك ما تصرف من هذا مش سزدن ترن çıkan sözü bulup kalsa şu sözü işletse kul azat olup gitti. Mesela ya ente hurrun dedi. Ente muharrarun desin okşaş. Harrartuke desin okşaş. Ve muş hürriyet münasebetlik türlengen bir sözün işitip kalsa azat. Et degan sözden türlengen bolsa shunda. Undan da bir 20-30 xil iborat chiqishi mumkin. Ha, mush ishkilar hur va et degan mush ikki modda. Chunki bu ham sarih ibora bo'lgan. Fa hadhihi al-alfaz تلزم السيدة بإجماع من العلماء. Bunda şu ixtilof hamma olimlar mush ikki so'zni ishlatib qolsalar mush ibora bilan qul azod bo'lib ketadi deb ittifoq keldi. Wa amma al-kinayatu fayya mithla qawl as-sayyid li 'abdihi. Kinayalar qanday? Masalan la sabila li alayka. En men seni boshqarmayman. Mening huquqim yo'q. Seni boshqarishga degandek. Aw la mulka li alayk. Mening sana idaçlığım yok ama bundan keyin. Fahadihi yunawwa fiha sayyidul abd. Yani bu kinoya bo'lgan ekan, sarih bo'lgan ekan, siz bu so'zni qilgan chaqda nima niyat qilib dilla azat qilish niyat qildimi yoki amanda bir deb qo'ymoqchimi? Xuddi masalan taloq so'zlarda ko'zimni yo'qlar dedi. Yoki anamni o'ykat. Shuni degancha sen taloq qilmoqchisan yoki hozir bizdan ko'zim ko'may tursin
Açılım kep kaldı. Kim görüşemiz dinge yapmam deb so'raymiz. Yunavva degan yani yus'alan niyatihi demek. Çünkü bu inatan azatiyallıkını bildirip etmeydi. Hel arad bil itqa amla so'raymiz. Indal jumhur demek indal jumhur inşada bu kinaya mushu xo'jayinning niyatini so'rab baqamiz deb qaradi jumhur dedi. Ve mimma ikhtalafu fihi fi hadal bab mushu bab munosabatlik yani azat qilish iboraligi munosabatlik Allah qilib chiqqan masalalarning birisi idza qala sayyidu li abdihi ya bunay aw li amatihi ya binti aw qala ya abi aw ya ummi. Yani İslam pul cho'rilarni izzatini qilib qarindoshlarcha muomala qilishga tashabbus qilgan. Masalan qulim desin o'g'lim degandek bunda so'zni ishlatsin degan bo'g'achqa musulmonlar shunda izzatli balam qizim ya ata yoki tag'a degandek so'zni ishlatib qullarga yaxshi muomala qilib ahvolni bardi. Bu shunda so'zni ishlatib qolsin biz o'tganki darsda ashunda darajaga yaqin tuqqanlari o'sha odamning quli bo'lib qolsa o'zlikdan ozod bo'lib ketadi degan. Davomganda balam ya anam ya dadam degandek so'zni ishlatib qolsa bu ozod qilyaptim sizni degan bo'lamdi yoki dar o'rbitini qilib degan bo'lamdi. Faqala qawmun wa humul jumhur ko'pchilik olimlar la itqa yalzamu bunda ozod bo'lib ketmaydi. وقال أبو حنيفة يعتق عليه أبو حنيفة أزدر كده أبو حنيفة بنا مثل كبنشة دورية فرلك خاشة إغركب كده شو أزدر كده وشز الزفر فقال لو قال السيد لعبده هذا ابني عتق عليه وإن كان العبد له 20 سنة وللسيد 30 سنة وزفر غلط بالقراشنا وتربيته balam desimi qat'iy o maskanmaydigan holatda bo'lsa-mu, masalan, u qul 20 yoshga, xo'jayin 30 yoshga. Demak, hozir bu mumkin bo'lmaydigan bir ish demakchi. Ha. Ya'ni bu 10 yoshda farzand ko'maydi. Ha? Demak, mushunda ahvol bo'lsa-mu, ozod bo'lib ketadi demakchi. Lekin bu jumhurning ichida mumkin bo'lgan bo'lib qolsa, buni kinoya hisoblaymiz. Mesela xo'jayin 50 yosh, u bola 15 yoshga. Ya 20 yosh bo'lsa, bola desa, bola bo'lish, ya'ni yeshida. Nima? Bunda ehtimol bo'lsa, balam deb qolsa, bu kinoya doirasiga kirdi. Niyatidan so'raymiz degan jumhur. Lekin ma Zufar mumkin bo'lmaydigan bo'lsa, azatga kirdi. Kinoya deb jumaydi. ومن هذا الباب اختلاف في من قال لعبده ما أنت إلا حر. Muşunda ibaretimi ixtilaf çıkıp kaldı. Ma anta illa hurun. Sen hür bir kişi, onun başka bir ahvaldaki adam emas desen, faqala qawmun huwa thana'un alayhi wa humul akthar. Bazıları sen hür kişidek isim qilgansa diyen buldu bu. Sen bu şirketlerinden, kılıklarından bu kuldaki ahval gördün mü? Öyle demgense sen. Mesela bazılarında deyimiz bu. Sen okuyan okumuş kadın kensen sen deyim. Savacı kadının. Yani çünkü senin kıyılan şirketlerin muamelen aşında yakşiken demekçi. Bu medyada ibaret ettiripti. Ve kâle kavmun huve hurrun. Bazılar azadılık gidilmiş onlar. Ve huve kavlu Hasan Basri. ومن هذا الباب من نادى عبدا من عبيده باسمه فاستجاب له عبد آخر فقال له أنت حر. عند xo'jayin birisini falana deb chaqirdi. Mesela Bilal deb chaqirsa, Ahmadning birisi Lavayda u xo'jayin ish qilib yurgan o'xshaydi. Falana desa u adab bo'lsa bo'lsa nima xizmat deb kelgan bo'ldim. Shundan shu chigan chaqda sen azab deydi. Sen bu Bilalni azat qilmoqchisin deb bu. Lekin bu Ahmad Sharif qolgan dedim-doq yoki sen azat degandikan, Ahmadni azat qilgan bo'lamdi. Faqalahu anta hurrun va qala innama aradtu al-awwal. Sen azat degandan keyin, yo'q men Bilalni ismini chaqirgan qulni azat qilishni maqsad qilib dedim bu so'zni deb turibdi. Faqila yu'taqan alayhi jami'an. Bir qarashda bu qulni ishi azat bo'lib ketadi. Va qila yunawwa. Niyatin so'raymiz debdi.
واتفقوا على أن من أعتق ما في بطن أمته فهو حر دون الأم. Dedikininki postidiki balısını lam ayırıp azat kılgan bolsa, sen postkanlığı bal azat ettin. Bu çağda şu balılam azat oldu, ana azat olmaydı dedi. Bunu da ittifak. Vaktalafu fi men a'taqa amatan vastatna ma fi batna. Lekin anasını azat kılıp, lekin postkanlığı bala kul kalıdı. Sen azat diyen bolsa, ihtilafqa. فقال الطائفة بإمام أحمد له استثناء أشنا أيرب أزل قيس بلدولته. وقال الطائفة بإمام أبو حنيفة الشافعي بلا هما حران أنسى بلس تشكريسة أزل طلب كتدولته. واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة. أمد أزل قلدم ديان چاودا سن أزل ديان چاودا إن شاء الله نقطب İnşallah katılırken bu onda talaşlaşır. İnşallah'ın istisna denir. Ben yengirgenim biraz başka bir şey olmasın falan. Bunu diye de raciye tavırıyla. Kanunda. Esas kuras. Her bir mesele değil mi? Evet, bu bir mesele. Bizma meselelerini bu kitapta bayan kılgan boyunca ötep ketip. Bazıda tercih kılınmaz. Delil güçlük olup kalsın. Bazıda bunda koyup gidemez. Bazıda muallif özü tercih qilib qo'ydi. Endi ma qullar narsalar masalalarini biz bak uzun to'xtalmay, tafsili kirishib ketmaylar, o'tib ketaylik. Endi hozir qul degan narsa yo'q. Lekin biz shu burunqi islom shu qul degan masalaga qanday muomala qilgan, qanday bir taraf qilgan, ozod qilishga taraf qilgan, hamma ishga shu ozod qilishni chetib qo'ygan, hurriyatparvar muomala qilgan, qulga yaxshi muomala tashabbus qilgan bunday ishlar bor. Endi xalqaro butunlay qulni o'qitimizda ijmo keldi o'qitirib. Lekin pullar bir gap qilib, ya'ni hammasi qul qilib olgan majbur tuzum ulab qolsa, qul qilishi mumkin. Pullarning birida bu ehtimol bor. Endi bu hargiz uni qaytmaydi deyilmaydi. Nima uchun? Hozir taraqqiyot qilayotgan insoniyat, madaniyat kurab turib insonlarni naqadar qirib yo'qotib qoladi. O'sha madaniy insonlarni qilayotgan shu. Bu har ehtimoldan bir qaytib qolishi mumkin. Qaytib qolsa shu joyda o'lim olamda inson qulluq tizimini endi ijro qilamiz deb qolsa bo'lgan mana qaytgan. Urush bo'lib turdi, jiq ishlar bo'ldi mumkin. Bu Yevropalılar diyelim ki ümmeler siyasi okuyan siyasi dersleri büyütüldü bu. Ama hazırlıkta kuluk yok mu diyeceğine hazırlıkta şimdi usuliyet diyeni zamanlaşma kuluklar yok. Zamanlaşma. Hatta bazı yollarda hakiki kul nusba Avrupa'da var mesela. Şu Şarkı Avrupa'dan apırılgan payişi sadan kızlar Rakikul Ebiyat da koymuş. Pullar. Lan ata-anasını qo'rqitdi. Yoki qizni qo'rqitdi, agar sen qochsang yoki bizni ustimizda azib qolsang, ma'lumli ota-onani o'tirib qo'rqitdi. O'shunda qullik yashab ketdi. Ya'ni har xil shaklda bor. Shakli o'zgargan bo'lsin, qullik nisbi bor. Lekin nima burun qadar qullik nisbi hozir yo'q. Jin va ittifoqi kelishimnomasini o'qigandan keyin dunyoda bu qullik nisbi tugay hisobda. Bu bir dönemden beri hesaplan halkına yaklaşık bir şey konu hesaplanır. Yani. Müslüman olsun, kafir olsun. Müslümanlar olup kalsa Müslümanlar başkan tarzı kul kılmaydı onu. Kafirine kul kılmaydı. Müslümanın kul kılmaydı. Şu meselede da her birde tercih kılıp bu nima gibi bu? Nayte kısık kılıp lan şu meselede bir havada baş tariqsi ötep ketip qoldi. فقال الطائفة هذه المشيئة نقاسة فقال الطائفة لا استثناء فيه كالطلاق. Bunda o talakka okşaş inşallah'ını ketip diş yok dedim. La istithna fihi كالطلاق. وبه قال مالك. وقال قوم يؤثر فيه الاستثناء كقولهم في الطلاق. يعني قول قال لعبده أنت حر إن شاء الله. Bazılar inşallah deb qalsa bu ta'sir qiladi. Talaq ta'sir qilmaydi debdilar. Chunki anti taliqun degandan keyin talaq qildi. İnşallah desa uni ta'sir ko'rsatmaydi.
Bu da hammasi xilofiy masala lekin. Şu yerda mana vaqala qawmi yu'athir fi istisna ka qawlihim fi talaq. Mana ka qawlihim fi talaq degan talaqdimi istisna ta'sir qiladi deb qarag'achqa bular. Ma maslidimi ta'sir qiladi debdi. Yani unda olsa bir qarashkilar anta hurlan inshaalloh desa hurulab ketadi deydi. Bir qarashkilar hur bo'lmaydi deydi. Ve kadalik ihtilafu fi uqul itqi bi shart al-mulk. Mening qulim bo'lib qolsang sen azobdir. Mening qulim bo'lib qolsang sen azab. Bunda intazawwajtuki fa anti taliq deydi. Faqala Malik yaqa mana. İmam Malik qul azat bo'lib ketadi dedi. Shunda og'andikilam, shu ilki yetishgandikilam otomatik azat bo'lib ketadi dedi. Faqala Shafi'i va g'ayru la yaqa. Azat bo'lmaydi. Va hujjatuhum qawluhu sallallohu alayhi vasallam la itqa fi ma la yamliku ibn Adam. Adam balası igi bulunmagan kullu azat kılış yok dedi. Bu hadisinin başka ibareleri la nadara fîmâ la yemlik ve la talâqa fîmâ la yemlik ve la itqa fîmâ la yemlik ibn Adam. Bu Abu Davud ve Tirmizi rivayet kılan seyyidis. Tirmizi Hasan degen. Ve bu sözünü degen çağda sen kulunun iyisi emasdin. Üzerinin kulu bulunmagan kulunu sen azat kılanmaysın. Bu da ko'chaga ketib qolgan ayolni o'sha ayolni qasam talaq desam, sen bu ayolni eremas sen talaq degan chaqda. Naqd u hisob olmasin. Lekin shu masala talaq masalasimi xilofiy masala. Yani bir mazhabda masalan ashxodunni asam talaq degan bo'lsa, avvalchalik talaq bo'ldi. Ve hüccetul firqatu thaniye teşbihuhum iyyahu bil yemin. Bular qasamga o'xshatgan demakchi. Bundan vallahi aşını epqasam talaq yoki vallahi senin ilkini geçirib qalsam sen azat qildim deb qasam qilgandak shu qasamni turib azat qilgandaklam bir esmoch. Ve alfadu hadal babi shabihatun bi alfadut talaq. Mana talaq lafzi bilan asosan o'xshab ketadi. Sarih va kinoyasi va bundan. Ve şurutuhu ke şurutihi. Şartlarımı talaqdan şartlarga o'xshab ketadi. Ve kadalika eymanu fihi shabihatun bi eymanit talaq. وأما أحكامه فكثيرة منها أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق والعبودية للأم. وأما مثلا هر أيال بلطوب قاسا بعضهم هر أيال قلوغ تككن براغل مثلا إشكرس قلولاب أيال أزاتولاب كتة ديلا مثلا أيال أزاتولاب كتكن بوسا bu işkere uyutuşmaya vergen bolsa mesela bal tuğdu. Bal tuqqan iken hazır bu balısam da ana da tava olab hür olamdı, da tava olab kul olamdı degandek. Cumhurda to ana tava bo'ldi. Aslida har qanday nasl anıs tava bulash asli qoida. Lekin insonlarda dadis tava bulash yo'l qo'yilgan. Nima uchun? Naslni qo'dash. Naslni qo'dash uchun dadini nisbat turdi. Lekin hayvonot uchun nima deymiz buni qachiydan bo'lsa, eshakdan bo'lsa, anisi atos at anısı işe deymiyoruz. Anısga tava qilamiz. Lekin insonlarda dadisi tava qilamiz. Naslni qo'dash shart. Bo'lmasa anıs tava qilsak, u ayol kim bilan birga bo'lsa, shu ayolning bolasi bo'lib ketaverganga chataqishmaydi. Lekin dadisni bog'lab qo'ysak, u chaqda boshqadan farzand tepib odamni mansub qilmaydi. Wa shadda qawmun faqalu illa an yakuna al-abu arabiyyan. Bu asal millatchirak qavmga o'xshaydi bular. Agar dadisi arabiy bo'lib qolsa, dadisi mansub qilamiz. Dadisi ajami bo'lib qolsa, o'char anasi mansub qilamiz degan. Wa min ikhtilafum fil itqi ila ajal. Qalan chaqda azat degandek bir muddat to'xtatgan bo'lsa, faqal qawm laysa lahu ayyataha in kana jariyan. Bu cho'risi bo'lgan bo'lsa, masalan, kelar oyning 1-sin azat topdingiz. Ya yilning 5-sin azat degan bo'lsa, bu cho'risiga yaqin kelmay turish kerak. Wala yabi' wala yahab. Uni sotmaydi, birisiga hadiya qilib berib o'tmaydi, hech qanday tasarruf qilmaydi, bo'ldi shuni to'xtatib qo'yaylik deydi. Wa bihi qala Malik wa qala qawmun lahu jami'u zalik. Başqa olimlar shu odatdagidek muomala qilaverdi. Wa bihi qala al-Awza'i va Shafi'i. واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق. Olimlar men seni azat qilay, lekin bir ay ishlatmagandan keyin azat qilay. Yoki men azat qilitaysini menga bir ay ishlatmagin.
deb shartisi bo'ladi. Vaqtalafu fi man qala li 'abdihi in bi'tuka fa anta hur. Sen sidqib qolsam sen azat degan mushna ahvolda ixtilof chiqib qoldi dedi. Bayatdan deganning ta'tir ekan. Sen sidqib qolsam azat degan. Hozir sen sidqib qolsam ham azat debdi. Har xil kalladagi bunda odamlar chiqib bo'lgan ekan, har xil kalampay gapni qilib turdi. Bunga endi fiqhdan chatib chiqadi. Men bunda deb qopganman. Bu asli to'g'ri iboralar azat qilmoqchi bo'lsa, shuncha odamgachilik qilib bo'ladi. Lekin shunda deb qoladim. Ya'ni kan buning bir hukmini deb berish lozim. Men seni setilib qolsam sen azat et. Azat qiladigan nima setilsam? Satmay azat qilyapti. Lekin bunda deb bo'libdi. فقال قوم لا يقع عليه الأثم أزد هم يدول لأنه إذا باعه لم يملك عتقه ساتر يعني كن ساتقن لكن أزد بولش كريكتن ساتقن لكن ملكن شكته ملكن شكته هذا كان أزد بولش حقوق يتما يدول تبتون وقال قوم إن باعه يعتق عليه يعني بعضلا شو ساتقن هم الله باش أدمنا يساوغا أصل خجاينا يساوغا أزد تلقي تدور yok şunu qo'ldan chiqdi. Unda esa qilnab qo'ygan bo'lsa, eskilikni qaytarib beradi. Qulni o'zi azat qilgan bo'ldi, azatgardilik huquqi shuni qo'lda bo'ldi. Ya'ni min malil bai'i idza ba'ahu man. Sassa o'zi endi uni pulisini berdi demak. Va bihi qala Malik va Shafi'i va bil awwal qala Abu Hanifa wa ashabuhu wa Thawri wa furu' hadha al-bab kathiratun wa fi hadha kifayatun. Biz o'ldirib o'qiyotdik buni. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب الكتابة يعني كتابة deganimiz xo'jayin pulidan to'xtamlashidir. Manchi bo'lib manchi pul akab bersan sen azat masalan 5 yilda 10 ming ko'yda 50 ming ko'y akab berish degandek to'xtamlashsan o'sha kitaba to'xtamadi. كتاب الكتابة يا كتاب المكاتبة يا كتاب المكاتب بسكنده والنظر الكلي في الكتابة ينحصر في أركانها وشروطها وأحكامها أما الأركان فثلاثة العقد وشروطه وصفته والعاقد والمعقود عليه وصفاتهما ونحن نذكر المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس من هذه الأجناس Lekin hozir shu bo'limda bahs qilish kerakligini sizda. Shu bo'yicha bahs qilamiz dedi. Endi buni bir-birlab qarab boqaylik. Al-qawl fi masail al-aqd. Famin masail hada al-jins al-mashhurati. To'xtamning mashhur masalalardan masalada ixtilof bo'lib qoldi. Ixtilafum fi aqd al-kitaba. Shu mukataba to'xtamida hal huwa wajibun aw mandubun ilayh. Mesela bir xo'jayinning qo'lida qul bor. Bu qulni da mukataba qilib, shunda azat qilib o'tish mustahab ishmi, savobli. Chunki bu bir qulni azat qilib o'tirgan ish. Savobli mustahab ishmi yoki vojib ishmi? Shu hukmida ixtiloflashib qoldi dedi. فقال فقهاء الأمصار إنه مندوب. قل أزد قلش degan mustahab ish, savobli ish, lekin vojib emas debdi. وقال أهل الظاهر هو واجب واحتجوا بظاهر قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مش آية الطرق مش آية تازر بيرق كذا فكاتبوهم مكاتبة تختام قلشان الله ولا بيرق دمان بيرقان كم والأمر على الوجوب أصول فقه بس الأمر يدل على الوجوب تقول الأمر حقيقة في الوجوب نوانكن مشار بيرق واجب تقولدو مكاتبة قدش واجب تربط وآيات قيسايات سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء bu amda zahirin olsa ve amma cumhur فإنهم لما رأوا أن الأصل وألا يجبر أحد على عتق مملوكه منا في مذهب شكرك مسألة ما حديث usul qaidamizga taqshib qildi deb usul qaidamizda turadi hozir jumhur aynisi oyatdan olsa ina fakatibuhum buyruq buning buyruqni vujubdan sarf qilgan bir qarin bo'lib qolsa
menduplikqa tushirib qo'yamiz deydi. Endi hozir bu qarinning gapini qilmay, asli qoida taqshir qildi. Karima bu qoidaning oxirgi saraymi? Ya, vujudning qarinasida bo'ldi. Oyatning oxiri. Va atuhum min malillahi allazi ataakum degan vujudning qarinasida ko'p bo'ldi. Bu yerda jumhur ashani mazhab degandek bir yo'l tutibdi. Bu asli qoida xilof bu. Davomkan buni vujuddan netga tushirmaysiz buyruqni etdi. Fa innam lamma ra'u anna al-asla an asl qoida nima? Har qanday bir erkin bir shaxs o'zining ilgirki qulni ozod qilishga majburlaydigan shu. İxtiyari bu. Savob erishaysa ozod qilsin. Davomkan hamalu hadhihi al-aya 'ala an-nadb. Davomkan bu mandub ish mustahab alla takuna mu'arida li hada al-asl. Mush asliga taqshib qolmaslik uchun ham mandub tushirib qo'ydik deydi. Va idan fa innahu lamma lam yakun lil 'abd an yuhkama lahu 'ala sayyidihi bil bay' lahu. Bu adamda mesela kul meni aşqalarni bayga setib payslar deb turibsa o'zining xo'jayini. Belki bu xo'jayin hamma qullarga o'zining mashina berib, uy berib, o'ylab qo'yishda yaxshilarni qiladigan bir bay bo'lsa, uni ash bayga setib pagan bo'lsalar, men sizning qo'llarga qishilib ketdim desa, xasit birda xolis sotmaymi deydi. Shunama? Endi pul hozir aziz qilishdi. Bu xodimni setib qo'yib, unda majburlash yo'q. O'zining ixtiyoriga ish bu dedi. Va huwa xuruj raqabati an milkihi bi'ibad. Endi setib berish degan qanday? Pul qo'ldan chiqdi, lekin uni o'rniga pul chirdi deb badal setdi. Shunama? Fa ahra alla yuhkama lahu alayhi bi khuruji min ghayri ibadin huwa malikuhu. Davomkan hozir mukotabada badalsiz chiqdi qoldi bu. Bedelden çıktığın ahvalda mecburlayanmasak, bedelsizden şundan kolun kettizdiğini müşün zorlayalımız buna. Değil. Bunun bedelini maddeyle meğerlik. Ya bedelim şeyden, mukatebede bedel ağam bilen, yadırtın. Der ki enne kesbel abdi huvel seyyid. Bu mesela 5 yılda 10 bin koydum, 50 bin koy yapırmam diyen bilen, 50 bin koy, yani şu çiğdiğim ona bedel var diyen bilen, bu asli, aş pul bunun koldu olsa, aş 50 bin koy tapsın, şunun bulduk da, yeni bir kirimi de bunun buldu. Yani kul şunlarla koldan çıkartken buldu deydi. Daha sonra yolu bulunmaydı deydi. Daha sonra bu adetli ahvalda, bizim için mukatebe. Yani sertişki zorlayamazsak, mukatebe kanda zorlayamayız. وهذه المسألة هي أقرب أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه. Bu asla عقد المكاتبة مناسب لك hükmü. Muş عقدınki hükmünü ma diye çetiştik yaptı. Arkandan ne söylememiz عقدının meselelerinden. وهذا العقد بالجملة هو أن يشتري وهذا العقد بالجملة دينا هذا مش مكاتبة عقدنا عند تعريف قلوته. أصلا baş tarif kılış lazım. Kitabul kitabe yani kitabe huwa kada ve kada deyiş lazım. Hali keşiftir. Kitabe degan yazışdın ki. Onun şeyden şimdi to'xtamlashgan chaqda hujjatlar uni qozining mo'rini, adliyaning mo'rini bostirib qo'yishni tinolmas uchun. Aslında hujjat isrash bo'lgan mukataba deb ataladi. Endi bu mukataba nimadan iborat? İnovasyon qilgan bu. Kimdi o mesela? Muşun tarifini emri kılıvatıdı. Bu akde umuman muşun ibarettir. Ve en yesteriyel abdu nefsehu ve ma lehu min seyyidihi. Bimalin yektesibuhul abdu. Kinandır. Bundan kim? Aş kul işlep tapıdığan pulga deyişip kul özüne ve özünün kulundaki mal mülkünün hücayinden setilişli ibarettir. Yani bu nesi dengep var mı şunda? Yektesibul abd dema bimalin yeksebul abd ise bunun kim? Şu tapıdığan pulga deyişidir demekçi. فأركان هذا العقد الثمن. Lakin muş aqdının, muş to'xtamninki asas arkanlari birinci şu pul. Vel masmun pul. Vel ecel şu falan çağda mançı yılda mesela mançı karalda deb vaqt to'xtadim. Vel alfadu dallatu ala hada al-aqd.
Bundan başqa mushu to'xtamni ifodalaydigan iboralar katabtuka degandek iboralar. فأما الثمن أنا بس مش أركان برلب بيان قلنا فأما الثمن فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلوما بالعلم الذي يشترط في البيوع. أنا منش خلقة ديشتوك تختم باشتوك بسا اللي من كويغة ديشتوك ديان بوسا اللي من كويغة بينا قلش لازم مكاتبة خلشتوك بشكل تبرب دسبهم ماي يعني سوى دمو منش خلقة ساتهم دب إذا دمس بماي دغا يعني ثمن معلوم بولش kerak. Bunun nima shunda aniq bo'lishi kerak. Vaqtalafu idza kana fi lafzihi ihamun ma. Aniq bo'lmagan bir mujmallik bo'lib qolsa, faqala Abu Hanifa Malik yajuz an yukatiba 'abdahu ala jariyatin aw 'abdin min ghairi an yasifahuma. Dabtanda sen bana bir dedek ekep bagin sen o'rningga ya bir o'g'il qul ekep bagin sen azat bo'lib ketgan degandek bir kuchib qolsa bir qo'l ya bir dedek deb qolsa mayl bo'ldi deydi. Undan keyin qanday qul ekep bo'lsa o'ttirahol qildimiz ekep bor. Masalan bir qo'y degan bo'lsa odatda normal qo'ydimiz ekep bo'lsa bo'pti. Qul desa ya dedek deb qolsa bazardagi qulni o'ttirahol dimiz ekep bo'lsa masalan tugaydi debdi. وقال الشافعي لا يجوز حتى يصفه. إمام الشافعي إمام أحمد بولا إن صفت بميدو. فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة شبهه بالبيوع. يعني إن صفتش كرك دب قرغ الله bunun soğuduğu oxşatdı deydi. Muayene degan ko'zdan ko'rish demakchi. Ko'zdan bilan ko'rib uni tutishma degandek bir gapni tutdim yani. Lekin bu yerda aniq sifatlash demakchi. ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاحي جوز فيه الغرر اليسير كحال اختلافهم في الصداق. Yani bazılar bu aslında bir savoblik ishni qilaydi, ozod qilayotgan ishdan iborat bo'lgan ekan. Ashquligi bir yaxshilik qilaydi, shuni izzatini qilaydi, o'ril bo'lib qolsin bo'lma. degan bo'lgan ekan, buningda bunda yo'q manchpul deyishgan, manchpul berishinglarda unda taqash qilmaydi. Unda taqashga odam azod qilmaydi zaten. Talash tortish qilib unda nuq ketmaydi. Xuddi masalan mehr to'yliqdimi shunda bo'ladi deydi. Mehr to'yliqdimi unda bak qachon biratunda ushab narsani bak nima qilishmaydi degan ahvol bor. Ham ikki taraf esinlik bilan o qizchaqni izzatlagan holatda talash tortishni az qiladi demoqchi. Yani azroq bir narsa kam bo'lib qolsa, 50 koy 100 koy degandek narsa kam ortiq bo'lib qolsa, bak uni hisob qilmaydigan ish bor edi. Demak bular shu sadaqqa qiyos qildi. ومالك يجيز بين العبد وسيده من جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه. حديثا نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض هكي استوفى الكذوة. مجنو وخششمده bir cezanı bulup kaldı deydiğen dair bir muamele bulup kalsa ya şikedan oturda cezanı bulup kalış ihtimali var bir iş bulup kalsa lekin muşunda muameleni İmam Malik hocayından bunu oturda meyli deydi. Bunu oturda bir yakınçılık var. Ruhsat kılımına deydikken. Ve feshid deyni fid deyn. Bu anda bey'a deyn fid deyn var. Hadiste neha an bey'il kâli bil kâli dediği qarzni qarzga setilgan ahvollar. Mushunda ahvol bo'lsa, masalan, qul bilan xo'jayinning o'ttirda mayl deymiz deydi. Ya odamga mayl demaymiz. Chunki bu cheklangan ishlar. Lekin qul bilan xo'jayinning o'ttirda bo'lsa mayl deymiz demoqchiga Imom Malik. Va da'vat ta'ajjal. Da'vat ta'ajjal nima? Masalan, bir odamning birisi qarz var. 1000 koy qarz bo'lgan bo'lsa, 500 koyni biray 500 koyni o'tibaslar, shuni xalos qildi deb turgan. Bu yo'lda chiqib qoldi bu masala. Va mana dalga Shafi'i va Ahmad va Abi Hanifa al-qawlan jami'an. Bularda yar adamga o'xshash xo'jayin bilan qulni o'ttirdimi, ashunda odat shaklingan muomala shaklida bo'lmagan. وعمدة من أجازه يعني إمام مالك من دليله أنه ليس بين السيد وعبده ربا شكله متبع جزاء ما يدل لأنه وما له شنك أشكل أزه
va qulning mol-mulkimi o'sha xo'jayinning mol-mulki. Ya'ni bu xo'jayinning mayanishli pulga o'xshash bu. Unda almashtirsa, ikki odam sutidan bir odamning idorachiligidagi mol o'zaro aylangandak narsa demoqchi ekan. Va innal kitabatu sunnatun ala hidatiha. Yani mukataba degan bu o'z oldiga ayrim bir qoida. Wa amma al-ajalu fa innahu ittafaqu ala annahu yajuz an takun muajjalan. Yajuz an takun muajjalan degan zot bu mukataba to'xtam degan shu nisi bo'ldi. Qulning mulki yo'q dedi, shunami? G'aliban mulki bo'lmaydi. Xo'jayin narsani bir unda jiq narsa bo'lib ketmaydi. Qulning qimmatiga yetadigan narsa bo'lib ketmaydi. Lekin manch yil ichida manch pul akab birma degandek bir to'xtam bo'lishi bu nisi bo'ldi. Yani yecuzan takuna muajjala degan shu odatda asl qoidada shu nisi bo'ldi. Buni ittifoq qildi. Vaqtlafu fi hal tajuzu halan nakh ashunda mukataba to'xtam qilish bo'ladi. Yani nakhda tasavvur qilib baqsangiz. Shu qulning endi shartni sanab beradigan yuzga chiqirgan. وذلك أيضا بعد اتفاقهم على أن تجوز حالة على مال موجود عند الأرض. كلنا كشف عندك طول بلقاسا شنو بربلام نخ مكاتبة توختام قيس بولدو دب اتفاق كلدي dediler. Lekin ixtilof bo'lgani nima? Asli nasib tushgan buni. Tushgandan keyin qancha naq sanavasi bo'ladi degan masala. Lekin hozir yanında batıldan manşkul belgen azatımızda buldu demek için. وَيَلَّذِي يُسَمُّونَهَا قِطَاعَةً لَا كِتَابَةً. Qita'a degan aslında qulning endi pul bilan bo'lib qolsa, o'zining mulkida qaralgan narsa bo'lib qolsa, yanında pulingdan olsa, o'zining ko'yda birida seni azat qiladi desa, uni kitob olmaydi, bu malikimiz qita'a degan. Ya'ni qita'a min malihi demek. وأما الكتابة فهي التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه بمال سيكتسبه demek. Bundan tapılan kimçe tapşırıp özüne azat kılmakçı degende ibaret. فموضع الخلاف إنما هو هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال ليس هو بيده ليس هو بيده degan özünün qo'lda emas, qo'lda bo'lib qolsa qancha sanasi bo'libdi dedi. Lekin qo'lda emas ekan. Hozir naq debdi, naqanda birdan qo'lda bo'lmagan pulni. Bu bir gap. Aynan setvaz bo'lamdi deb ixtiloflashdi. Faqala Shafiy hadal kalamlar bu quruq gap bu. Qanday bu naq sodi shu endi pul bo'lmasa bu qanday sod bo'ldi deb turibdi. وَلَيْسَ يَلْزَمُ السَّيِّدُ شَيْءٌ مِنْهُ. Bundan xo'jayin bu eşimi tanımaymiz. Ama sodunu qilib bo'ldi ya bunda qilishing kerak deb biz narsa tanqil bo'lmaydi. Va qala mutaakhiru ashab Malik. Imom Malikning shogirdlarining mutaakhirlari, ya'ni navir shogirdlari deydi masalan. Bu dabto qad lazimatul kitaba lis-sayyid. Endi naqdab tutishdi hozir. Kitaba deganga ma'qul keldi hozir. Lekin naq pul bo'lmasa nesiga aylandirmiz, lekin kitobi to'xtam kuchga ega emas. Va yarfa'ul 'abdu ila al-hakim. O'chada kitob to'xtam qilishga men naq pul birdan bo'y, endi pul yo'qda, men pul sanamay qoldim. Endi bu meni azat qilmayman deb turib to'xtamni deb qazog'ini az qilgan. Mana shu Malikning hamda keyingining gapi ma'lum. Fa yunajjamu alayhi al-mal bihasab hal al-'abd. Undan hakim qilma qildi ekan. Qazog'ini unda senda naq pul yo'q ekan. Lekin to'xtamish qilsa, naqni biz nasiy qildi. Sen 3 yilda bilib, mana shu aka bergan deb taqsid qilib qo'ygan. Qarorlik qilib qo'ygan. Va'umdatul Malikiyya anna as-sayyida qad awjaba li 'abdihi al-kitaba. Ana Malikiyning dalili shu. Bu xo'jayin hozir mukataba to'xtamini qildi, shunami? İlla annahu ishtarata fiha shartan yata'addaru g'aliban. Emniyatda uni qilolmaydigan bir shartni shart qo'ygan. Yani hozir naq bir sadinga. Pulning endi pul yo'q. Fasahhal aqdu va batala ash-shart. Bundan to'xtam sog'lom bo'lgankan to'xtamni hisoblayveramiz. Ma shart hozir bu joy bo'lmagankan uni shartni bekor qilib o'tamiz. Shundan to'xtam yana joyini yo'ldamaymiz. Bu shu masalada ushbu qarash batg'o o'tganki nimada muomalada o'tdi.
وعند الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد. Burada da şart fasid olganlıkın aş toxtamның özü tigidin bikavlap ketip kalıdı. Kemen ba'a jariyatahu ve istarata alla yata'aha. Dedikine sete birsiga bunu yaqin kelmaysa deb turardi. Nasıl soda putunday uzib ketdi demek ekan. وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عجزه. Çünkü bunun yerinde naqd pul bulmasa, o pulni to'layamaydigan holatda ojiz bo'lib qoldi. وذلك ضد مقصود الكتاب. Bu kitobi to'xtamidan maqsad qilingan zid ta'sir. Bu pulni to'lab erkinlikka erishmak ichdi. Bu erkinlikka erishilmaydigan holatda bir to'xtam qilib qo'ydi. Va hasil qawlul malikiyya yarji'u ila anna al-kitabata min arkaniha an takuna munajjama. Malikiyda bu kitaba degan mukataba to'xtami aslida nech qaralga bo'lib birdigan narsa. Munajjam degan nech parcha bo'lib. Al-Qur'on nazala munajjaman deymiz-ku. Parcha tushgan. Bazen qarallik deymiz uni. Har yilda mana shu bo'ldi. Her ayda manşurduğun verildiğinde toktamlaştı dedi. وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن وقرارlık kılmayı nakbirisi de şartlıların takdirde batal الشرط وصح العقد. Biz batıl şartını bir yapıyoruz. Bu çağda toktam doğru bulavurdu. Berira'nın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Berira'da setulup azap kılıyor. Vela aşılığa deptirvasıma aşıl mağdurda kılıyor. El-Wala'u liman a'taq ma bal aqwam yashtarituna shurutan laysa fi kitabillah man ishtarata shartan laysa fi kitabillah fa huwa batil deb onun shartlarini batil qilib ha so'zini joyida qilyapti. Bu tarafda Malikning dalil sal jamliq chiqdi. واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده لقد كاتبتك على 1000 درهم فإذا أديتها فأنت حر أنه إذا أداها حرة من sana 1000 tenge sen azatlıkını tutuştum. 1000 tenge to'lasan sen azat debdin. Degandan 1000 tenge to'lasalar u azat to'lab ketdi dedi. Ama buni ittifoq qilgan. Vaqtalafu idza qala lahu endi bunda deb qasa ittifoq qildi. Qad katabtuka ala 1000 dirham. 1000 tengega sen bilan mukataba to'xtam qilishdim. Deb bilan jim to'xtatdi. Hal yakun hurran duna an yaqul lahu fa idza addaytaha fa anta hurrun. Shuni ba'san ondan sen azat degan qilmay 1000 tengega mukataba to'xtam qilishdim sen bilan. Deb bilan to'xtagan bo'lsa, qanday bo'lmoqchi? Faqala Malik va Abu Hanifa huwa hurrun. Bu azat va mukataba to'xtam degan ekan isar mushrik. لأن اسم الكتابة لفظ شرعي مكاتبة ديان كاتبت ديان مشو سوز شرعي بأطلوبه فهو يتضمن جميع أحكامه مكاتبة قلدم ديان ديك الله مكاتبة نمتن أحكام من أزسك أبكد دون نبتن وقال قوم لا يكون حرا حتى يصرح بلفظ الأداء بازل دبتون ya aslında bazen onun azat olsa dingepte katmasa o kul azat bulmaydı. Elbette İmam Ebu Hanife'nin kuşak bununla. Çünkü mukataba kıldım diyendikken şu ene kandı. Şunun bununla malum bulup buldu. Vaktalafa fi dâli kavlu Şafi'i İmam Şafii'nin bu meselede işkıl karışılıp koptu. Yekunu hurran ve la yekunu hurran demek. Ve min hâzel bâb ihtilâf kavli İbn-i Qasım ومالك في من قال لعبده أنت حر وعليك 1000 دينار فاختلف المذهب في ذلك المذهب شدا مالكي مذهب مالكي مذهبның qarışı o'xshash bo'lmay qoldi. İmam Malik debdi yalzamuhu wa huwa hurrun. U qul azat bo'lib ketdi. 1000 pulla to'lish kerak. Wa qala ibn Qasim huwa hurrun wa la yalzamuhu. Bu azat bo'lib ketdi, muntayni to'lish kerak emas. Anta hurrun degan mishada azat erishtiryapti. Va alayka 1000 dirham degan bakan bir hur kishiga sen gadini 1000 tanga bor, 1000 pullar desa, 1000 pullar gadini topolmaydi dedi. فقال مالك وحر والمال عليك غريم من الغرماء وأما إن قال ما هو ikinci bir ibare ekan. Anta hurrun ala anna alayka 1000 dinar. Gadiningda 1000 tilla bo'lish sharti bilan
sen hör degan bo'lsa, faqtalafal madhabu fi zalika. Imom Malik mazhabida ko'zqarash o'xshash chiqmadi. Imom Malik dedi va hurrun wal malu alayhi ka gharimun min al-ghurama. Qazi bo'lib qolgan shaklda u mingtilla qaz bo'ldi, u odam azod bo'lib ketdi debdi. Albatta ilgirki iborada ming tanga gadinga kildi degan bo'lsa, ma'noda albatta deydi. Chunki ala degan bor. Va qila al-abdu bil khiyar. Yana bir qarashda Maliki mazhabdagi ojizroq bir qarashda ash qulning ixtiyorligi bor. Fa in ixtara al-hurriya lazima al-mal. Men hurlikni tanlayya deb qolsa, ming tillani berib hurlikka erishadi. Va nafadat al-hurriya. Hurlik ijro qilinib ketdi. Va illa baqiy abdan. Agar u tanlamasa hurlikni, qul holati qolib qoldi. Ikkisining birini tanlasa ham bo'ldi. Va qila yan bir qarash, uchinchi bir qarash, in qabila kanat kitabatan ya'taqu idza adda. Bu chog'da mukataba to'xtam qilgan bo'ladi, ashkunni ba'sa azat bo'lib ketadi. Ming tillarga mukataba qilgan bilan o'xshash bo'ldi debdi. Wal qawlan ibn al-Qasim. Mushkili qarash, qila degan so'z bor. Ikkilisi ibn al-Qasimning so'zi ekan. Ibn al-Qasim balkamda Mudawwananing bir yerda maganni qilib, yana bir yerda aganni qilgan bo'lsa, Ibn Qasimning ishqi qo'l kelib qoldi. Lekin bir vaqt unda demaydi. Ammo kitobni ikki yerda degan gap. Ibn Qasimning so'zlari kelgan kitobni ishlamaydi. Mudawwana. Bu Ibn Qasim degan gapni bas so'zlari. Kim yozgan? Sahnun. İmam Malik'nin şahidi Ibn Qasim'den Sahnun so'rab, "Men mesela İmam Malik qanday qaraydi desa, İmam Malik bunday qaraydi" deb javob berdi. İmam Malik'ning qarashi kelmagan masala bo'lib qolsa, o'zi javob berdi. Va o'sha Ibn Qasimning qarashi kirgan javobda shuni deyildi. Mudawwanadek. Yani bu nima uchun ikki qavl bo'lib qoldi desa, balki kitobdan ochib bir yerda so'g'an chog'da undan javob berib, yana bir yerda so'g'an chog'da bir xil javob bergan bo'lsa, ikki xil qarash. وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود. Muayyan bir ishni qilib berishga mukataba to'xtami qis bo'ldi. Asl mukataba to'xtamini keyinchi pul berdiganga, qarallik pul berdiganga to'xtamlashdi degan. Unda hozir bir ishni qilib berishga to'xtamlish. Mush o'yinning yog'ochchiligini san qilib bergan, ishni tutkizgan chog'da san azab. Ya mush o'yinni sapagin tutkizgan chog'da san azab bo'lgan degan bo'lsa. İmam Malik to'g'ri bo'ldi deydi. İmam Ahmad Imam Malik bilan bildi. Ve tecuzu indehu el-kitabatul mutlaqa. Kitabul mutlaqa degan katibga kadablan to'xtab qolgan. Manchi yilga yoki mandashqa deganga o'qilmaydi. Nimaga mukarrar qismini deyapti? Bizning yerda xizmat qilish bor, amal maqsud. To'g'ri ishqosin demaysiz. Ya kitabul mutlaqa degan ma'ishqa yoki manchi pulga deganga o'qilmay, katibga deb to'xtamiz. ويرد إلى كتابة مثله كالحالة في النكاح. مثلا bir ayolni mehr to'labni bekitmaylar oldi. Qonunimiz qanaqa qilmas? Mehr misliga birmiz. Nikah hisob. Lekin mehr misliga opirib bekitib qo'yamiz. Shunga o'xshashlar katib tugatsa kitobi bo'ldi. Lekin nejbulda tushmati bo'lsa undan to'xtam. Mushunda qul odatda xo'jayinlar mukataba qilgan, nejbul mukataba qilishda manchi qilgan, manchi yilga nokin shunda. Al-naqidan qo'yamiz. وتجوز الكتابة عنده على قيمة العبد، يعني كتابة مثله في الزمان والثمن. مش قلنا قيمتها مكاتبة بتشتغل لبتون. Xo'jayini shu qullar manchi pulga deyishmoqchi. Lekin manchi pulga deganni o'rniga ya shu qulning qimmatini, sizning qimmatingizni tutishdim. Sizning qimmatingiz nechta? Buni bir bo'lsa 50 mingga, 100 mingga chiqsin. Yoki boshqa bir qulning ma'qulning qimmatini, pulisini ekib beralsam manchida mukataba yo'lidan azatilsa degan bo'lsa bo'ldi debdi. ومن هنا قيل إنه تجوز عنده الكتابة الحالة. يعني مشunda degan bo'lg'achqa Aşnah, yukarıda bayan kıldık o, nahlam hazır, yeniden nahlam bir saadet mukataba kılısı buldu, deyin gap müşahidin kelgen dedi. Maliki mezatı kıldı.
Biz bayatın dedik, endi bu pul olib qolsa chiqarib bersa bo'ldi. Lekin endi pul yo'q holatda naqd tushib qolsa malikali bo'ldi degan. واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر أنجم الكتابة شيئا عن المكاتب وشو مسألة çatışlıkımda أنجم الكتابة نجوم yani biz qarallik bilib bir narsa dedik. Aşı mukatibini mesela 5 yılda 10 bin koyda 50 bin koy birleşke tutuşken bolsa ahırda 5. yılı 10 bin koyuna ekip tutgan çağda şunlardan bir kısmını kötürü tişkerek mi degan. Lihtilafihim fi mafhumi qawlihi ta'ala ve atuhum min malillahi allazi ataakum. Yuqorqi oyatning oxirini. Fakatibuhum in alimtum fihim khayra ve atuhum min malillahi allazi ataakum. وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم المخاطبون بهذه الآية. وآتوهم بينك مش آية خطاب. وآتوا يعني سلار برانlar bilan. Mislar kimga xitob qilyotdi desa, ash xo'jayinlar xitob qilyotdi deb qaragan mufassirlar bor. Wa ra'a ba'duhum annahum jama'atul muslimina nudibu li'awn al-mukatabin. Yani bazı mufassirlar ya bu xitob qilingan jamoat hozir musulmonlar jamoati, ey musulmonlar jamoati, sizga Alloh taolo bergan puldan shu mukatab qilingan shu bicharalar o'rlikka erishish uchun beringlar degan bo'ldi deydi. والذين رأوا ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب. فكاتبوهم deganlikka buyruqni vojiblikni bildirdi degan qarashmi bor, nadbni bildirdi degan qarashmi bor. Mushu buyruqdimi o'xshashlam xil qarash bo'lib qoldi. Ve atuhum degan mushu buyruq. والذين قالوا بذلك اختلفوا في القدر الواجب. قالوا بذلك degan yani vücuban ya nedben bir narsa birish lozim deganlar qanchalik bir narsani birimiz degan masalada ixtiloflashib qoldi. فقال بعضهم ما ينطبق عليه اسم شيء. Bir narsa digil oldigan, tutumliq bir narsa digil oldigan bir qanchalik narsa bo'lsa bo'ldi debdi. Ve ba'duhum haddahu. Bazılar onun miqdarini belgilab baxtı deydi. Bazılar miqdarini belgilab 4'ten birini mesela şu mukatabaga tushgan pulning 4'ten birini ko'tirvasi bo'ldi yoki 10'dan birini yoki 7'den birini degandek deb baqqalli bor. Yoki azroq bir qismini chilpaq pul olib qolsa, masalan 55 ming ko'y bo'lgan bo'lsa 5 ming ko'yni ko'tiradi degan. Yani bazılar bu atuhum min malillahi allazi ataakum bu cemaatin üstüne tapılmadı dese sizler zekat pulundan bir kısmını şu mukataba to'xtamdan pulni berib bu yardım qilma uni hurlikka erishishini deb tafsir qilganlar. Wa amma al-mukatabu fa fihi masail. Hamda mukatabning o'zi kelsak, unda bir qanday masala bor. Ihdaha hal tajuz kitabatul murahiq. Kitabatul murahiq hozir al-idafa ila al-maf'ul. Mesela atqis sabi desek sabiy bola azat qilishi degan gapdir. Nima? Azat qiluvchi sabiy bola edi. Ma o kitabatul murahiq degan hozir xo'jayin emasmi? Kim? Al-abdul murahiq. Mesela xo'jayin bor. 12-13 yaşayan bir qul bola bor. Cho'ng odam bo'lsa, bu xo'jayindan to'xtam qilishar edi. Bu kichik bola to'xtam o'zi kuchli bo'lamdi nima uchun? Niyada hozir bu murahiq al-abd. Kitabatul السيد المراهق مثلا. وهل يجمع في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد بر تختمدا بشال تقلغة مكاتبة تختم قلش بلمدو. وهل تجوز كتابة من يملك في العبد بعضه بغير إذن شريكه. مثلا بر قلدا إشكالين شريك olan bolsa şu 20'ye ega olan kişi aş quldan mukataba to'xtam qilishi bo'lamdi. O'zining esini azat qilish bo'ldi degan turibmiz. Lekin bu yerda mukataba to'xtam qilishi bo'lamdi degan masala. Va hal tajuz kitabatu man la yaqdiru ala as-sa'i ishlab pul topolmaydigan pulga mukataba to'xtam qilsak bo'lamdi demoqchi. Yuqorida oyatimizda fakatibuhum in alimtum fihim khayra. Shu khayra degan so'zni ulamolar tafsir qilishda hünür var. Pul tapalaydı deb o'ylaganlar bo'lib qolsa deganlar bor. Mush xayrni tafsir qilishga munosabatli.
Ba'zilar omonatlik bo'lsa, yaxshi bo'lib qolsa, o'chada sizni mukotaba qilib nazar qiladigan degan bo'ldi deydi. Ba'zilar yo'q, hunar kasb qilib, keyin pul tep akab beradigan bo'lsa, mukotaba qilib azat qilolma degan bo'ldi demoqchi. Balki bu yerda uni xayr yo'q deb o'ylagan bir pul olib qolsa, pul topolmaydi deb o'ylagan bir pul olib qolsa, uni mukotaba qilamdi degan masala. Va tajlu kitabatu man fihi baqiyat rizqan pullikdan to'liq qutulib bo'lmagan bir kishi bo'lib qolsa, uni mukotaba qilsa bo'lamdi. Baqiya taraf degani, masalan, bir qismini azat qo'yib tutaversa, shunami? Bir qismi qolib qoldi. Yoki umulat. Shunda baqiya taraf bo'lib qolganlar kitobi to'xtamini qilsa bo'lamdi. Fa amma kitabatul murahiqil qawi ala as-sa'i alladhi lam yablugh al-hulm. Esa balog'at ketgan bo'lsa, bu mukotaba to'xtamini qila oladi, shunami? Murahiq degan balog'atga yetay deb qolgan, yiqilishib qolgan bola demak. Mesela 14 yaşlı yıkılgan olsa 13 yaşlıgen, 13 yaşlıgen bak. فَاَجَازَهَا Ebu Hanife. İmam Ebu Hanife caiz de vardı. Kodda ticaretti mi? Aşında küçük vallahi dükkanda ottağızlıkla soğusatı kıldı o. Soğusatı kıysa pultu. Şunu okşaş. Bu mu? Tohtam biz kılalaydı demek. وَمَنَعَ الشَّافِعِي إِلَّا لِلْبَالَ. İmam Şafii yaklaşık. Balagat ketken çok adam olsa mukotaba to'xtamini qila oladi, bo'lmasa balog'atga yetmagan, yetay deb yiqilishib qolgan bola qilinmaydi. Va an Malik al-qawlani jami'an. Demak, Imom Malikdan ikkala qarash rivoyat qilindi, bir qarashda Imom Shafiy bilan, bir qarashda Imom Abu Hanifa bilan billah. Fa umdatu man ishtarata al-bulugha tashbihuha bi sa'ir al-uqud. Balog'atga yetgan bo'lish kerak deganlarning dalili Imom Shafiy masalan. Shularning dalili başta her banda toxtamlarda balog'atga yetmagan sabibonning kuchga ega emas. Mesela yetim bola bo'lib qolsa, uning al-vali yoki al-wasiy shu to'xtam berish kerakda. Nahotki bu to'xtamni qilinmaydi debdi. Va amdatu man lam yashtarithu, ya'ni Imom Abu Hanifaning dalili annahu yajuzu bayna as-sayyid va 'abdihi ma la yajuzu bayna al-ajanib. Odatda yetkishlarning o'tiri joiz bo'lmagan ishlardan xo'jayin bilan pulni o'ttirda joiz bo'lganlari bor. Va annal maqsuda min zalika huwa al-quwwatu 'ala as-sa'i. Bu yerda maqsad bo'lgan narsa shu ishlab pul topaman, bu topamam degan masala. Kishi ishlab topoladigan bo'lsa, maylamchilik qilamdi, ya choy to'shib turamdi, yoki qanday bir do'konlarga yordamchilik ishlamdi, ishlab pul topoladigan bo'lsa, bo'ldi bu azotga erishsin bu. Yani biz azotlikning yo'lini nima uchun topamiz bunga? 2 yil ishlab azotga erishishsa yaxshi emasmi? Imom Abu Hanifa mushum asildimi? Hurriyat parvarligini namoyon qilgan bo'ldi. Va dalika mavjudun fi g'ayril baligh. Yani ishlab pul topish masalasi balog'at yetmagan odamdan bag'osh, kichik bolalarmi tepiladi. Qachon bir dars sotib olmasdan, har xil ishni qilgan ahvol bor. Pul topadigan ahvol bor. Şeyh Osman, Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.